Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003 yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 18-bob. Qurolliq qo'zg'olon boshlandi. Qo'zg'olonchilar 2 kundan beri qatma-qat tog'lar orasidagi cho'nqur, kangri, uzun jilg'a ichida yo'shirinib turib, miltiq etishni mashq qilmoqda edi. Lekin bu mashqda o'q ovozining dushmanlarga anglanib qilishidan hazar aylab, faqat miltiqni yolg'on o'qlash, do'liga taqash, qarg'a elish, tapkini besish, mishakni chiqarishlarni o'rganish bilanla cheklanganlikdan o'q chiqarishga bo'lmaydi. Anjamboy bu 40 necha odamga miltiq etishni o'rgatgach, yenik pilimot bilan haplashib, o'zini putilmoqda edi. Dal shu chaqda jilg'ining oyoq tarafidan 2 otliq odam 2-3 da qo'yni haydab ular tarafga chiqib keldi. Ularning biri Jamoliddin edi. U tunugun kechda jahonni tinglab kelay deb chiqib ketgan edi. Yana bir odamni ulardan hech kishi tanimadi. U oq qalpoqliq, char saqli maydisiga tushib turadigan o'roq odam edi. U otdan tushmadi. Ko'ksiga qo'lini qo'yib, beshini sal-palla egib, ularga unsiz salom qildi. Ularning ustivoshlariga, qo'llaridagi qurol yarog'lariga sinchilab qarab birdam turdi. Ondan o'rilib yinidagi Jamoliddinga tikildi. Rozi bo'lgandek beshini lang'ishtib, pisingida kulib qo'ydi-da, gap so'z qilmasdan qo'ylarning orqasidan ketib qoldi. U odam uzab ketgandan keyin Jamoliddin ko'pchilikni yeniga yig'ib farmon jakarıldi. Ko'pchilik, quloq solinglar. Biz o'tin sotishga boramiz. O'tinni Bulungko'lga narxiga chiqsa shu yerda sotamiz. Hargiz arzon sotmaymiz. Shu yerga borganda ahvolga qaraymiz. Mening ijozatimsiz o'tinlarni sotishga bo'lmaydi. Yo'llarga bo'linib tarqaqmangimiz. Ata qarong'i tushganda yetib boramiz. Masjidning yonida jam bo'lamiz. Navoda yo'lda birari o'tin sotib bergan deb talishib turib olsa, bir uloq o'tinni bir tag'ar ochliq sotamiz danglar. Anjamboy ko'nglida hammani tushundi. Qo'zg'olon boshlandi. Ajabmi baland bo'ldi. Oldirab taqtim taq bo'lgan edi. Bir hisobda uning o'tin sotqili borimiz deb gapni agitib deganimi to'g'ri bo'ldi. Navoda undaq demay, ati qo'zg'olonni boshlaymiz deb soladigan bo'lsa, undaqda bu gap quloqdan quloqqa anglanib, dushmanlarga harakat planimizni sezdirib qo'yatdiq. Lekin u ko'nglidagi bu gaplarni hech kishiga tinimadi. Kechqurun qurol yarog'lar o'tinlar orasiga puxta yo'shirilib, otlarga ortildi. Mingish vaqtida Jamoliddin Anjamboyning quliqiga pichirildi. Iliqi saqalliq odam, men sizga gapini qilib bergan Qosim Tosh degan kishi shu bo'ldi. At kechida qo'zg'olonni boshlashni ashu kishi buyurdimi? Uningga at kechida qo'zg'olonni umumyuzlik boshlashni Toshqo'rg'ondagi boshliqlar buyuribdi. Bizning vazifamiz Bulungko'ldagi dushmanlarni yo'qotish. Vazifa ig'ir. Tushundim. Atsi kech kun o'ltirib qarong'i tushganda, ular birdan ikkidan Bulungko'lga kelishib, masjidning oldiga jam bo'lishdi-da, otlarini bog'lab qo'yishib, yaqin suvda tarat oldi. Masjidga kirib xutdan namozini o'qidi. Ondan Jamoliddinning buyrug'ini kutib, durud o'qigach o'ltirishdi. Shu arada gazarma tarafdan so'zilib chilingan kanay ovozi anglandi. Bu askarlarga uxlashga berilgan signal edi. Ular yana birdam saqlashgan edi. Oy chiqib, olam jahon yurishga boshladi. Shundala Jamoliddin o'rnidan dast turdi-da, avtomatini ching tutib turib, unlik so'zlashga boshladi. Qo'zg'olonchi qarindoshlar, rahbarlikning o'rinlashtirishi bo'yicha bugun kecha oy tuqqan chog'da Suvbashi, Tag'arma, Toshqo'rg'on bozori, Bulungko'llarda qo'zg'olonni bir vaqtda tangli boshlab, u joylardagi go'mindan askarlarni yo'qotish uqtirilgan. Bizning vazifamiz Bulungko'lni ilish. Men shu topda tantanlik holda shuni jakarlaymanki, janubdagi azob chekkan qarindoshlarning ozodligi uchun bo'ladigan bu qitimqi qurolli qo'zg'olon hozir boshlandi. Bu hayot mamatliq ilishish. Shunga jinimizni tikib dushmanni yo'qotishimiz kerak. Biz jasoratlik, g'ayratli bo'lib, dushmanlar g'aflat uyqusida yotgan mushu paytda oldi bilan ilib kelgan o'tinlarni gazarma darvozasini
kuydirib açımız, andın gazarma içiga bastırıp kirib, düşmanlarni yo'qitimiz. Yo'qotmay bo'lmaydi. Qani qarindoshlar, men bilan olg'a, shap chiqarmay minginglar. O'ltirishqanlar shu hamon gurrida o'rinlaridan turishdi-da, atlarning qishiga kelib, o'tinlarning orasiga tiqib qo'yishgan qoral yaroqlarini qo'llariga ilishdi. Dal shu chaqda yaroqdan taqraqshib bu tarafga chep kelayotgan atning tuyoq ovozi anglanib qoldi. Ular o'zlarini daldiga ilib bo'lgacha, aralıqda u tarafdagi aylanmaning do'qisidan bir odam at chaptirib chiqib qilib ularning oldiga o'tib ketdi. Lekin u odam 10-15 qadamdek nerga beribla atning beshini burab, shaqqida orqasiga yenib ularning oldiga keldi-da, ularga sinchilab qarab mingib, Jamoliddinning oldiga kelib to'xtadi. Jamoliddinmi u odamni tunib qoldi. U Qosim Toshning xabarchisi edi. Jamoliddin, sizga buyruq, dedi u atdan tushmay turibla. Birinchi, bugun kechadagi qo'zg'olon kechiktirilib, atiga soat 6 da boshlash qaror qilindi. Vaqtlansin. Ikkinchi, Bulon ko'ldagi bu qitim bo'lgan qo'zg'olon vaqtincha amaldan qoldirilsin. Uchinchi, suv bashi tarafdagi dushmanlarga yordamga keladigan dushmanlarning oldin to'sish uchun Bulon ko'lda ozroq odam qoldirib qo'yib, qolganlarning hammasini Jamoliddin darhol suv bashiga boshlab kelsin. Buyruq tamam, darhol ijro qilinsin. Xo'p. Jamoliddin xo'p deb o'zining buyruqqa bo'ysunadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin gangirgandek xili uzoqcha turib qoldi. Bir hazodan keyin u Anjambayning qishiga kelib, "Baya hammani angladingiz?" dedi uningga tikilib qarab. "Bizning buyruqqa bo'ysunish majburiyatimiz bor. Boshqa ilojimiz yo'q. Ahvoldan qaraganda bizning suv boshini ilishimiz ta'sir to'xtagidek. Boshliqlar dushman ko'p, gazarmaning joylashgan o'rnimi bizning hujum qilishimizga absiz, chiqim ko'p bo'lib ketadi deb o'ylashgan. Qorshab yo'qitishga kuch yetishmaydi deb qarashgan o'xshaydi. Bo'lmasa Bulon ko'lda bo'ladigan qo'zg'olonni amaldan qoldirmaydi. Bizni u yerga yo'tkimaydi. Sizningcha biz qanday qilsak bo'lar? Meningmi buyruqqa bo'ysunish majburiyatim bor. Baland gap bo'ldi. Mundaq bo'lsin. Siz tanlab 7-8 odamni ilib qilib, dushmanlarning subashi tarafga berishiga yo'l qo'ymang. Bu ishqa siz mas'ul bo'lsiz. Qani odamlarni o'zingiz tanlang. Bo'ladi. Ablamulla, Shig'ay, Ismoil, yana siz, yana avi yigit. Sizlar 7 odam men bilan mushu yerda qilib vazifa ijro qilsizlar. Xo'p, shuningga diqqat qilingki, odamlarning hayoti hammadan muhim. Dushman ko'p, odamlaringiz oz. Uning ustiga bu tarafdan suv boshiga borg'ili bo'ladigan chig'ir yo'llar ko'p. Dushmanlarning qaysi yo'l bilan mengishini bilib olishimiz tez. Vazifa mushkul. Ahvolga qarab ehtiyot bilan ish ko'ring. Xo'sh, men ketdim. Omon bo'ling. Xo'sh, Xudoga omonat. Anjambay odamlari bilan kengashib gazarmaning darvozasini yiroqroq turib kuzatadigan, navoda dushmanlar chiqib suv boshi tarafga qarab mangadigan bo'lsa, u chaqda ularning orqasidan sezdirmay qo'g'lab mangadigan tog' orasiga kirganda aylanma chig'ir yo'l bilan ularning oldiga o'tib, aplik joyda toza obdan adibini berib, oldini to'sadigan bo'lib bitishdi. Mushundaq qilmasa, suv boshi tarafga borg'ili bo'ladigan chig'ir yo'llar ko'p bo'lganlikdan dushmanlarning qaysi yo'l bilan mangadiganligini o'zlarining bilolmay qilishdan ansirdi. Her bir yo'lga birdan odam qo'yilgan holatdimi, yanila odam yetishmaydi. Shunga bu chora hammalarga bo'ladigandek tuyuldi. Lekin Anjambay o'rnidan turmadi. Hatto medirlabmi qo'ymadi. Beshini tutib xiyol surib o'ltirib ketdi. Yo'q, kengashgan hiliqi chora toza ishonchli emas. Bizning ularning oldiga o'tib olib, ularni parakanda qilib etishimizda gap yo'q. Lekin qoral tutib tegicha biror paymo o'q chiqarib boqmagan mushu ozg'ina odamlar bilan shuncha ko'p qurolliq dushmanni to'sib qilishni o'ylash ham xiyol. Bundaq qilsak o'zimizni o'zimiz o'limga tutib beramiz, ko'p ziyon tortamiz. Undaq bo'lsa, dushmanni zodi qanday qilib to'sib qolg'il bo'ldi? Bu xiyol uni xili uzoq qiynadi. U toza kalla qatirayotganda bir xiyol tuyuqsiz uning kallasidan lippida kechgandek bo'ldi-da, shu hamon ko'ngli pallada yurib ketib, bir haza turib qoldi. Lekin uning ko'nglini yo'ratgan bu xiyol
düşmanlarning oldini to'smoqchi bo'lgan oldingi heliqi chordinmi bekrak xatarlik, qaramliq edi. Shundoq bo'lsa-mu, u o'zini toza dangsab ko'rib, mushundaq qilishga rozi bo'ldi-da, "Topdim, chor tepildi", dedi o'rnidan chachirab turib. "Yuringlar, naga bormiz? Gazarmaga hujum qilamiz. Undaq o'rlashtirilmagan-ku. Mana men shundaq o'rlashtirdim. Voy xudoyim, aram mushu bir necha odam bilanmi? Düşmanlarni qurolsizlantira olsaqla, birimiz 100 ga tetimiz." Boshqalar hang-tang bo'lib uningga qarabla qilishdi. Lekin u ko'ngilda o'ylaganlarini og'izdan chiqarmadi. Anjambayning odamlari uning digini bo'yicha o'tin tingib kelgan arg'amchilarning ushlarini bir-biriga chatdi. Andin bu chigilgan arg'amchilarni bir qatlab etib, bir uchidan boshlab bir gaz oraliqda birdan chigib qallay qilib, gazarma temining mo'lchiridagi egizligi bilan tang qildi. Qolgan ikki g'olashdek keladigan yana bir uchini qallay qilmay shu peti qoldirdi. Shuninggacha Anjambaymo bir qil xurjunning ikki ko'ziga oz-ozdan to'pqachlab, uning izmisini etib, uni juplab tengib, uni ko'tarib dangsab baqdi. Ular gazarmaning orqasiga yetib kelishganda tun yarimlashib qolgan, oymu chiqqan edi. Bu gazarma alahazan 30-40 modek keladigan kengri zaminni egilib turadi. Shahar sepillardek egiz, hayvatlik ko'rinadigan tomlari 2 qavatlik edi. Ostinqi qavti qoramtash shig'illar aralashtirilib silingan bo'lib, tomlarining egizligi 4 g'ulach, kengligi 2 g'ulach keladi. Bu tomlarning ustida 2 odam bemalol qator yondashib mang'alaydi. Tomning ustining 2 tarafi kesaklar bilan odam bo'yi egizlikda egiziltirilgan bo'lib, 2 qadamda birdan miltiq patqudak to'shiklar ichilgan edi. 4 bulungda palampaylik 4 qo'qtisi bor balxana tam silingan edi. Tamlarning ichi teshi o'xshashla kulrang suvalganlikdan, shundaqla bu yer rahimsiz askarlarning turar joyi bo'lganlikdan bu gazarma xuddi yalmavuz uvisidek vahimelik, dahshatlik ko'rinadi. Gazarmaning darvozasi kun chiqish tarafda edi. Ustida Gomindan bayrog'i lapildab turadi. Darvozaning so'l tarafidagi gazarma temiga boshdan bo'y tutashtirib silingan kengri, uzunchoq eg'il gazarmaning otxonasi edi. Ichiga birer yüzdek at sig'atdi. Darvozaning o'ng tarafidagi dejurnilar yotiqiga yontab silingan zal, uylar, askarlarning yotiqi, oshxonasi, ambiri qilib ishlatiladi. Gazarmaning o'ttirsidagi kengri maydon mashq sahnasi edi. Bularning hammasini Anjambay surishtirib, ujuri-bujurigacha obdan bilib olgan edi. Ular yer beg'irlab o'milab minib, gazarmaga yaqinlashdi. Bir azgalga kelganda to'xtab atrofga sinchilab qaradik. Yiroq yaqinlarda odam ko'rinmadi. Toza quloq silib tinglab baqqan edi. Gazarmaning ichidan odamlarning paranglashgan, yo'talgan, kulishgan, g'ingshib naqsh aytgan yoki uyan buyan mingishgan hech qanday ovozi anglanmadi. Demak, shu topda askarlar tatliq uyquga g'arq bo'lib ketishgan edi. Faqat otxonadagi otlarning ancha muncha pushqurishlari, so'zib kishinashlari, yer tatilgan daraq duruqlari, yiroq-yiroqlarda itlarning aralab ansiz qavashlarila anglanib turadi. Ular shapa chiqarmay gazarmaning timini bo'ylab o'milab minib, qo'qtining yenidan aylanib o'tishga boshladi. Dal shu chog'da qo'qtining ichidan bir askar chiqdi-da, qo'l chirg'ining yo'riqida atrofga sinchilab qarag'ili turdi. Ehtimol birer shapani sizib qolgan bo'lsa kerak. Bir hazog'icha atrofni ko'zitib qarab turdi. Anjambay cho'chib ketib shu hamon tomning daldisida turib, uni yenik bilimutda qarg'a oldi. Lekin u askar yiroqlarga sapsilib xili uzoq qarab turdi-yu, pastga qarab tomning yenini ko'rib beqish uning esiga kelmadi. Navoda u askar shu topda ingishib pastga shundoqla qarab saladigan bo'lsa, ay-hay, u chaqda u mushundoq yo'p-yo'riq oydin kechida tamga chaplashib turganlarning hammasini ochiqla ko'rib olgan bo'ladi-da, aloqzoda bo'lib beshini ko'tarib bo'lg'icha oraliqda Anjambayning tepkini shaqqada besishi bilan tangla o'zining beshini yeydi. O'q ovozni anglagan dushmanlar qurolliq qo'zg'olonning boshlanganligini bilib qilib,
umumiy cho'ng qo'zg'alonga ta'sir etishi turgan gap edi. Anjam bayning qo'rsqida o'ylagan planlari suvga chilishib ishni buzib qo'yatdi, lekin Xudoyim saqladi. Heliqi askar atrofni xili uzoq kuzatgandan keyin yana qo'qtiga kirib ketdi. Shundala Anjam bayning odamlari ustidan xuddi ig'ir yukni ilayotgandek yengillab qilib push tinishdi. Lekin shu tapda bugun kechadagi bu so'psuzlik osmon, oppoq oydin kecha pal-pul chaqnab turgan yulduzlar Anjam bayning ko'nglini g'ash qilib qo'ydi. Bundaq yo'riqliq biz uchun foydasiz. Dushmanlar bizni osonla ko'rib qoladi. Bu taraflarni nimishqa balduroq o'ylashmagandiman, chataq bo'ldi. Bak do'tganman, yarmas ekanman. Lekin u orqaga yanmadi. Odamlarini agashtirib, tamning yeni bilan asta o'malab mengib otxonaning keyniga o'tdi. U hiliqi arg'amchining chigmay qalturgan bo'sh uchida to'poq qachilangan xurjunning qop o'ttirisidan ching bog'ladi. Yana bir uchini abla mullaqqa tutqizdi. Andin xurjunni ko'tarib toza dangsab ko'rib, kuchapla tamning u tarafiga tartib atgan edi. Xurjun tamdan ortilib u tarafga o'tib ketdi-da, tövenki qavatning timiga polokkada tushganligi anglandi. Shu hamon qo'rqqanidan hiliqi askar yana chiqdi. U otxona tarafga birdam qarab beqib, yana kirib ketdi. Anjambay gazarmaning ichiga birdam quloq silib tinglab baqdi. Lekin gazarmaning ichidan hech qanday shapa ovozi anglanmadi. U shundala arg'amchini pastga qaratib tortishga boshladi. Xurjun ustiga ko'tarilib, tamning girvikiga taqishib, arg'amchining ig'irlashganligi bilinganda arg'amchini qo'yib berdi. Xurjun o'z ig'irligi bilan pastga pastlab, tövenki qavatning timiga tushib, arg'amcha bo'shiganda yana arg'amchini pastga tortdi. U shu holda ashunda xurjunni ustiga tortib, yana qutushirib, yana tortib, xuddi yog'och har degandek qil arg'amchi bilan tamni g'irdab kesishga boshladi. U tamni ashundaq birdam g'irdigandan keyin to'xtab, arg'amchini toza kuchab tortib baqqan edi. Xurjun g'irdalgan uyuqqa kaplashib qilib, bu tarafga o'talmadi. Anjambay shundala xotirjam bo'lib, yenik pilimotni dumbisiga tandida yenidikilarga pishirildi. Men sharatlagan hamon ustiga chiqinglar. U shundaq debla arg'amchiga yamishib birdamdala gazarma timining ustiga chiqib bo'ldi. Andin serilib tövenki qavatga tushdi. Yenik pilimotini tamning yeniga yanto yulab qo'yib, asta mingib berib bulondagi qo'qtiga yiqinlashdi. Uning ichidagi hiliqi askar yanila qo'qtining to'shkidan sirtqa qarab atrofni kuzatdi. Anjambay qo'qtining ishiga g'ippida kirdi-da, u askarning gildin g'iqqida bo'g'ib turib, uni yerga bosdi. U ovozmu chiqarolmay birdam tirkanshib jon berdi. Anjambay qo'qtidan yinib chiqdi-da, shapa chiqarmay asta mingib berib, u bulondagi qo'qtining ichini maradi. Bu yerdagi askar tamga yo'linib tatliq uyquga ketgan edi. Anjambay beliga bog'lab olgan inchika arg'amchini yeshib, uning bo'ynini ching bo'qqan edi. U mu g'ing qilolmay xart-xurt xartildab o'ldi. Endi darvoza tarafdagi chikki qo'qtilar qolgan edi. Lekin Anjambayning qiyos qilishicha shu tapda qo'qtidagi postlarning navbat almishdan vaqti bo'lib qolgan edi. Ular chiqib bo'lg'icha u o'z odamlarini puxta yo'shirib olmasa, ularning ko'ziga chiliqib qilishdan ansiraydi. Shunga u hozircha u ikki qo'qtidagi askarlar bilan kori bo'lmadi. Kelibla pastda saqlab turgan odamlarini ustiga chiqishga ishorat qildi. Ular shu hamon arg'amchining kalligini tutib yamishib, birdamdila bir-birlab ustiga chiqib bo'ldi-da, darhol qo'qtining yenidan aylanib o'tib, tamdan seyrilibla otxonaning o'gisiga tushdi. Andin u o'gizdan arg'amcha bilan yerga tushdi. Shu tapda butkul olam jahon tip-tinch, qo'rqinchliq jimjitlikqa cho'kkan edi. Faqat yiroqlardala to'g'larning so'zib chillashlari ancha-muncha anglanib qolatdi. Otxonaning ishigiga qulub silingan edi. Ular to'mirchining qisqichi bilan qag'i tumshuqni to'lg'ab sundirib ishikni ochdida otlarning hammasini bo'shtibatdi. Andin paloq puluq tarang-turang qilib otlarni urkitib talog'a haydidi. Qo'rqib ketgan otlar sakrishib,
chichangshib, qistig-qistan bo'lishgan holda gazarmaning hovlisiga chiqishdida ansiz uzib kishnishib, taraf-taraflarga guldirlashib, qalayimqan chipishqa boshladi. Anjambayning odamlarimi otlarning orqasidan chiqibla tam yaqilab berib, askarlarning yatiqining yinida o'zlarini daldiga ilishqa aran ulgurdi. Otlarning qo'rqinchli kishinashlari, taraq-turuq guldir guplaridan cho'chib uyg'onib ketgan askarlar shu hamon hangtang bo'lishib, yerim yalang'och, ishtanchoq, yalang oyoq holda yataqlardan chiqib, gangirab otlarining qishiga chepishdi. Dal shu chog'da Anjambay odamlariga sharatlab, kimlarning qaysi yataqqa kirib, askarlarning qurollarini yig'ib saqlab turishini, navada askarlar yataqlarga qechib kirib olgudek bo'lsa, ularni shu hamon ujuqtirib etishni, Abla Mollaq bilan Shig'ayning darvoza baqadigan askarlar bilan darvozaning ikki yinidagi ikki qo'qtida turayotgan askarlarni ujuqtirib etishini topiladi. Askarlar gangirgan holda alman-talman o'z otlarini tepib bog'lab qo'yish uchun otxonaga yetilab kirib ketishdi. Dal shu paytni kutib turgan Anjambayning odamlari uning ishorati bilan har kim o'zlariga ko'rsatib berilgan uylarga o'mlab kirib yo'shirinishdi. Anjambaymi bir odami bilan billa baya askarlar hammadan ko'p chiqqan o'tirdagi zalga kirib oldi. Bu zalda paxal ustiga silingan 10-15 kishilik o'rin ko'rpalar qalayimqan chechilib turadi. Uduldagi tamg'a miltiq, avtomat, qilich, yana texi bir pilmut qatorliq qurollar yo'lab qo'yilgan edi. Anjambay uduldagi derizning taktisiga yinik pilmutni to'xtatib, uning uchini gazarmaning o'ttirsidagi maydonga to'g'rilab, tepkini shundoq bassa tatatlab o'q chiqqideklar qilib tayyorlandi. "Ismoil", dedi u yinidagi odamiga qarab, "Yili biz dushmanlarni o'q tutqili turganda, sen ularning qochqan yo'shirinib olgan joylarini aniq ko'rib olgin. Uqdingmi?" "Uqdim." Shu arada otlarini bog'lab bo'lgan askarlar otxonadan chiqishga boshlagan edi. Tapancha tutgan ikki ofitser ularning oldidan to'sib, qator qilib hammasini tik turg'izdi-da, ofitserlardan biri ularga qarab, chirqiroq ovozda varqirab so'zlashga boshladi. "Texi oqshomla anglagan xabarda yaqinda mushu atrofga bir muncha o'g'ri, bulonchi, divona, makonsizlar to'planibdimish. Ular qo'zg'olon qilmoqchimish. Mana bugun ishik buzilib, otlar qo'yib etilibdi. Bu jazman ashu o'g'irlarning bizni parakanda qilib, qo'rqitish uchun qilgan qasddan buzg'unchiligi. Ular kunduzi ko'z bo'yab gazarmaga kirib yo'shirinib olgan. Ular qochib ketishga teqi ulgurolmadi. Ular hozir cho'qim yo'shirinib turyapti. Shunga sizlarga buyruq, darhol qurollaringlarni elib chiqib, u o'g'irlarni izdanglar, topgan aman yo'qitinglar." Bayan Anjambayning ko'nglini g'ash qilgan sutdek oydin kecha mana endi uningga toza obdan asqatadigan bo'ldi. Shu topda u oq-qora egiz pasning hammani ochiq ko'ralaydi. Shunga u dushman ofitseri yo'qitinglar deyishigala xuddi o'ziga berilgan buyruqdek shu hamon ularni yinik pilmut bilan tatatlatib qirishga boshladi. Ko'zni yumib ochqicha bo'lgan mushu ozg'ina vaqt ichida yuz bergan bu tuyuqsiz zarba dushmanlarni qattiq alaqzada qilibdi. Bu dahshatli qirg'inda qechishga uringanlari udulluq o'qiya verdi. Yana ba'zilari hangvaqib qilib qechishqimi, hatto voy deyishkimi ulgurolmay o'z joyida yer tishladi. Darvozaning u tarafidagi qo'qtidan bir askar beshini shundoq chiqirishig'ila Shig'ay uni bir pay o'q bilanla tikmonlaq tushiribdi. Amdi faqat darvozaning bu tarafidagi qo'qtida turayotgan askar bilan darvozni saqlaydiganlar turadigan uydagi askarlarla qolgan edi. Anjambay zaldan chiqmay turibla pilmutning uchini hiliqi uyning derisiga qaratdi-da, u uyni birdam o'q tutdi. U uydan hech qanday sado chiqmadi. Anjambay u uyga qarab to'ladi. "Yaxshilikcha taslim bo'lish, bo'lmasa granatda portlab o'lishsan, tiz bo'lish." Darvozaning bu tarafidagi qo'qtida turayotgan askarning qo'qtining ichida turib to'lg'an ovozi anglandi. "Men taslim, men taslim." U shundoq deb to'lg'ach miltiqni yerga tashladi. Ondan ikki qo'lini egiz ko'tarib, lag'laq titirgan holda pastga tushdi. Heliqi uydanmi ikki askar qo'llarini ko'tarishib chiqishdi. Shundala Anjambay zaldan chiqib pilmutning uchini
ularga qaratgan holda ularning oldiga keldi. Boshqalarmi yoshiringan uylardan chiqishdi. Ular u 3 askarning qorallarini elib olib, o'zlarini bir uyga solab qo'ydi. Gazarmaning o'ttirisidagi maydonda ofitser askarlarning 24 jasadi o'ngtay-to'ngtay yotadi. Atrofni qoplagan qonning sesiq puraqi ko'ngilni ilishtiratdi. Bu chaqda kun chiqish taraf aqirib suzilishga boshlagan edi. Bu tog' inqilobidagi 1945-yili 8-oyning 15-kuni seshanba, Ramazonning 6-kuni janubda boshlangan qurolli qo'zg'olonning tunji tong sahri edi. Shu arada darvoza oldidagi yo'lda otlarning taqraqshib bu tarafga chepib kelayotganligi аңланып qoldi. Ayhoy degicha u otlar darvoza oldida to'xtadi-da, biri darvozani bar kuchi bilan tang'aldatib urishga boshladi. Biz saqchi, ishikni chinglar. Bu yarim kechada sizlarda zodi qandaq ish yuz berdi? Shuni bilmoqchimiz. Biz sizlarga yordam qilamiz. Ishikni chinglar. Yo'q, dedi Anjambay tamkinlik bilan. Ishikni ocholmaymiz. Biz hozir mashq qilyapmiz. Undaq bo'lsa, Liu Zhenjiang o'zi chiqib bizga javob qilsin. Ma'qul, sal saqlab turinglar. Anjambayning yana ochiqi keldi. Turib yenik pilimotni o'qlab maydisiga taqadi. Ha, mana Zhenjiang keldi. Uning isharati bilan ikki odam darvozaning ikki qantini tangla ichibatdi. Darvoza oldida gazarmaning ichiga ko'z tikib qilishlarini yalang'ashlab turgan 20 necha otliq saqchi o'zlariga pilimotni batlab turgan Anjambayni ko'ribla cho'chib ketib, xuddi shu topning o'zidila jahondagi hamma insonni chanab tashlag'idek hayvisi bilan qilishlarini egiz ko'tarishdi. Lekin besib kirishga jur'at qilolmay, joylarida qetib turibla qilishdi. "Mana men Zhenjiang bo'lman", dedi Anjambay pilimotni ularga tanglab turib. "Sizlarga rahmat. Men berib bo'lgacha o'zinglar meni izlab kelibsizlar. Mana mening javobim mushu." U shundoq debla pilimotni tatatlatib, sayratib, saqchilarning ustiga o'q yog'dirishga boshladi. Ularning oldidagilari o'q yeb yiqildi. Keyinidagilari oldi orqasi qarmay badara qochdi. Ularning oldini to'smasa bo'lmaydi. Bo'lmasa, suv boshiga qochib berib, u yerdagi dushmanlarga qo'shilib oladi. Anjambay bu yerdagi ishlarni yig'ishtirishga Abla Mollaq bilan yana ikki odamni qoldirib qo'yib, o'zi qolganlarni agashtirib, qochgan saqchilarni qo'g'lab mandi. Mingish vaqtida o'zlari kelgucha darvozani ochmaslikni topaladi. Ular denga berib otlarini ilib chiqib bo'lgacha, saqchilar xili yiroqdagi yo'lning aylanma to'qisiga joylashgan saqchi gazarmasining oldidan o'tib yiroqlab ketgan edi. Ularni ko'rolmasmi, lekin ot tuyoqlarining taqraqlagan ovozini anglashga bo'ladi. Ularni bir haza qo'g'ilgandan keyin kun chiqdi. Yiroqdan ular qora-qura bo'lib ko'rinishga boshladi. Ular o'zlarini qo'g'lab kelayotganligini sezib qoldi bo'lg'ay, texmu tez qochishga boshladi. Anjambay o'z odamlari bilan billa shuncha tez qo'g'lab mangan bo'lsa-mu, lekin ularga yetisholmadi. Kun tush bo'lganda saqchilar suv boshiga berib oldi. Lekin ular suv boshi harbiy gazarmasi bilan saqchi gazarmasining qo'lidan ketganligini bilib, to'yli bulung orqali chechakdi davanidan eshib Qizil taqqa tushib ketish uchun tovanki jilig'ining ichi bilan pastga qarab qochdi. Anjambay ularni yana davomli qo'g'ilmoqchi edi, lekin Bulon ko'ldan ansirab to'xtab qoldi. Navoda boshqa tarafdan boshqa dushmanlar kelib qilib gazarmaga hujum qiladigan bo'lsa, u holda u yerda qolgan 3 odam har qancha qarshilik qilgan bilanmi, yanila tang kelolmay gazarma qo'ldan ketadi. Anjambay bir haza o'ylangandan keyin Shig'ayning darhol suv boshiga berishini, u yerda Jamoliddinni tepib, uningga Bulon ko'lda bo'lgan ishlarning hammasini to'liq doklad qilishini topiladi. O'zi boshqalar bilan birga Bulon ko'liga yinib keldi. Atsi peshin vaqtida Jamoliddin 30-40 tak odamni boshlab Bulon ko'liga keldi. U Anjambayni Qosim Tosh bilan ko'rishtirish uchun bir uyga boshlab kirdi. Qizil chekman tonliq, qizil do'ppilik, salobatlik bir odam yozayotgan xatini to'xtatib qo'yib, o'rindan turib uning bilan salomlashibla qo'li ilishib ko'rishdida ularni o'ltirishga taklif qildi. "Men Qosim Tosh bo'laman", dedi u Anjambayga qarab turib.
Sizning nom sharfingizni xili baldurla anglagan edim. Ko'rishga fursat bo'lmadi. Mana bugun Xudoyim bizni birdan mungdash qilib nasib qilibdi. Buningga shukr. Anglasam siz o'tgan qitim 4 dushmanni yo'qotib, 10 to'ga qural yarog'ni g'animat olibsiz. Bu qural yaroqlar bu qitim bizga to'limo asqatdi. Bu qitimmo Bulonko'ldagi dushmanlarni yo'qotib, bizning o'rnashtirishdagi savarligimizning ziyonlarini nihoyatda obdan to'ldiribsiz. Qat'iy iroda, pishqan pam-parasat bo'lmasa, hech qanday harbiy ta'lim-tarbiya ko'rmagan bu ozg'ina odam bilan mushundoq cho'ng ishlarning ho'ddisidan chiqilib bo'lmaydi. Sizga rahmat. Hammamiz sizning aql parastatingizga, boturligingizga qoyil bo'ldik. Biz sizga yana bir vazifa topshirmoqchi bo'lyapmiz. Qani nima deysiz-kin? Anjamboy shaqqida o'rnidan turdi. Har qanday vazifaga men tayyor. O'ltiring. O'ltirib oldirmay maslahatlashaylik. Mundaq ish. Biz atidan boshlab qo'shinimizni tartib solmoqchimiz. Mo'lcharimizcha buningga bir haftadak vaqt ketadi. Ondan O'ytaq og'zi, Opal, Buruqtay, Toshmiliq, To'qizaq taraflarga yurish qilmoqchimiz. Sizning vazifangiz biz bu yerda qo'shinni tartiblayotgan orliqda siz ashu joylarga berib qo'shinimiz uchun odam to'plash. Kishilar bilan mungdishing, sirdishing. Maqsadimizning go'mindan aksiychilarni yo'qotib, xalqni ozodlikqa, barobarlikka erishtirish ekanligini tushundiring. Ularni bizga moyil qiling. Biz texmi ko'p odamning qo'llashi muhtoj. Harakatingiz maxfiy bo'lsin. Ayg'oqchilardan ogoh bo'ling. Ular harakatingizni sizib qolmasin. Huquqmishliklardan yiningizga ko'proq to'plashga tirishing. Bu o'rlashtirishga qani siz nima deysiz-kin? Qachon mangman? Qancha baldur bo'lsa shuncha yaxshi. Tapancha elib olishni unutib qolmang. Bundan keyin yana undaq qaramlik qilmang. Iloj bo'lmaganda to'g'ri deysiz. Ba'zida iloji bo'lmaganda ashundoq qilmaymi bo'lmaydi. Lekin imkon bor, qaramliqdan saqlanish kerak. Men texi sizning duttar, ravabni kelishtirib chaldiganligingizni, naqsh qo'shoqqa usta ekanligingizni mo angladim. Shu tapda bakmo anglig'im kelyotidi. Shug'inisi fursat yo'q. Qosimtosh ularni eshikning oldigacha uzitib chiqdi. Ular eshikdan sal yiroqlaganda Anjamboy pisang'ida kulib silib Jamoliddinning ko'zining ichiga tikildi. Texi 3 kun ilgarila siz menga Qosimtosh deb ko'rsatgan yiliq odam, baya biz bilan ko'rishgan Qosimtoshning turqi bir-biriga toza o'xshamaydi ekan. Yuz ko'zlari, burun, qanşarlariga o'xshaydi ekan, lekin rang ro'yi, saqili. Jamoliddin qaqoqlab kulib ketdi. Yiliq kuni ko'rgan bomba saqalliq odam bilan baya ko'rgan odamni silishtiryapsiz? Voy, sizga deb qo'yishni unutib qoptiman emasmi? U degan yolg'on saqal, yolg'on. U odam o'zining kosa inkiga ashundoq bomba saqalni choplab olib, bir yil kishilarning podisini baqdi. O'zining aniqlab chiqqanligini faqatla chandurmadi. Qaltis pami bor odam. 18-bob tugidi.